18. Bab. Hazreti İsa şagirdlarga boşaşmasdan hamisha duo qilib turish kerakligi to'g'risida yana bir tamsil so'zlab berdi. Ma'lum shaharda bir qozi bor ekan. U Xudodan qo'rqmaydi ekan. Odamlarni hurmat qilmaydi ekan. Shu shahardagi bir tul ayol hamisha uning oldiga berib, birsi menga uvol qildi. Siz adil hukm chiqarib, menga atidorchilik qilsangiz, deb talab qildi. Lekin qozi bu ishni bak kaniga so'raveribdi. Biroq keyin ichida men Xudodan qo'rqmayman, odamlarni hurmat qilmayman. Lekin bu tul ayol doim ishigim oldindan ketmay meni zehtirvatdi. Uningdan qutulish uchun hal dardini anglab, dardiga yetkinim tuzuk o'xshaydi, deb o'ylabdi. Rabbimiz İsa tamsilni tushundirib mundaq dedi. Bu adolatsiz qozining so'zlaridan savoq ilinglar. Bir adolatsiz qozi shunda qilgan yerda Xudo o'zidan kech-kunduz yordam tilgan bandalarining dardiga yetmasmi? Ularga qildigan shafoatini kechiktirarmi? Yo'q. Aksicha, Xudo jazman tezdan ularning holiga yetidi. Darvaqa, inson o'g'li osmondan qaytib kelganda, yer yuzidan o'ziga ishondiganlarni topolami? Hazreti İsa o'zlarini adolatchi davilib, boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarga qartib, yana bir tamsil etdi. Ikki kishi duo qilish uchun markaziy ibodatxonaga beribdi. Ularning biri Parisi, yana biri bojgir ekan. Parisi xalqning oldi o'rtirib, mag'rurona holda: "Ey Xudo, mening boshqalardek aldamchi, gunohkor, zinaxo'rlardan bo'lib qolmaganimga, bo'libmi bu bojgirga o'xshamanimga shukr. Men har haftada 2 kun ro'za tutaman va butun ish haqimning 1/10 ulushini Xudo yo'lida sadaqa qilaman", deb duo qildi. Biroq yilqi bojgir boshqalardan yer holda ibodatxonaning bir bulungda turib, beshini ko'tarib osmonga qarashqimi jur'at qila olmay, mayishlangan holda maydisiga urib: "Ey Xudoyim, men gunohkor, menga rahim qilg'aysan", debdi. Anglab qo'yinglarki, Xudoning nazarida bu ikkilandin yilqi Parisi emas, balki bojgir kechirimga erishib uyga qaytibdi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni tövan qiladi. O'zini tövan tutganni ustun qiladi. Qo'lini tegizib baxtilsin deb kishilar kichik bolalarni Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Buni ko'rgan shogirdlar ularni aybladi. Lekin Hazreti İsa bolalarni chaqirib: "Bolalar oldimga kelsin. Ularni to'smanglar. Chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy bolalardek qabul qilmasa, buningga hargiz kirolmaydi", dedi. Yahudilarning boshliqlaridan bo'lgan bir boy Hazreti İsa'dan: "Yaxshi ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishiman?" deb so'radi. "Meni nimishqa yaxshi deysiz?" dedi Hazreti İsa. "Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q. Siz Tavratda buyurilgan zina qilma, qotillik qilma, o'g'rilik qilma, yolg'on guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling. Bularga kichigimdan tortib amal qilib kelyapman", deb javob berdi hilqi kishi. Bu gapni anglagan Hazreti İsa uningga yana mundaq dedi: "Sizda qilishga tegishlik yana bir ish kam. Bütün mol-mulkingizni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, erishda
g'azinangiz bo'ladi. Ondan kelib, manga agishin. Yilqi kishi bu gapni anglab, ko'ngli intayin bearam bo'ldi. Chunki u nihoyatda boy edi. Bu holni ko'rgan Hazrati Ayso, mol dunyosi ko'plarning Xudoning podshohligiga kirishi nima degan tasha? Ularning Xudoning podshohligiga kirishi to'gining yengni to'shigidan o'tishidimi tas ekan, dedi. Buni anglaganlar, undaqda kim qutqizishga erishalaydi, deyishdi. İnsanlar qodir bo'lmaganga Xudo qodirdir, dedi Hazreti Ayso. Bu chaqda Petrus, mana biz barlig'imizni tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik, dedi. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podshohligini deb uyi, ayoli, oq-fuqlari, ota-onasi yoki boljoqlardan voz kechganlarning hammasi ham bu dunyoda haslab ko'p boyliqqa, ham u dunyoda mangulik hayotga erishdi, dedi Hazreti Ayso javob berib. Hazreti Ayso 12 shogirdini bir chetga tortib, ularga, mana biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. Payg'ambarlarning, inson o'g'li to'g'riliq yozganlarining hammasi shu yerda amalga oshirildi. U Rimliklarning qo'liga topshirildi. Ular uni masxara qilib, haqoratlaydi, yuziga tukirdi va uni qamchilaydi, o'ltirdi. Lekin u 3-kuni qayta tirildi, dedi. Biroq shogirdlari Hazreti Aysoning so'zlaridan hech nima tushunolmadi. Chunki bu so'zlarning ma'nosi qasddan yoshirilgan bo'lib, ular Hazreti Aysoning nima demoqchi bo'lganini bilolmadi. Hazreti Ayso Erixa shahriga yaqin kelganda bir qarg'u yo'l bo'yida o'ltirib tilamchilik qilyotdi. U bu yerdan o'tib ketayotgan ko'pchilikning ovozini anglab, nima vaqa bo'lganligini surishtirdi. Biri uningga, "Nosiralik Ayso bu yerdan o'tib ketyotdi", deb uqtirdi. "Hey, podsho Davudning avlodi Ayso, menga rahim qilg'aysiz", deb vaqirab ketdi u. Hazrati Aysoning oldiga kelayotgan kishilar tilamchini ayblab, uning un chiqarmasligini aytdi. Lekin u, "Hey, podsho Davudning avlodi, menga rahim qilg'aysiz", deb texmi qattiq vaqirdi. Hazrati Ayso qadimini to'xtatib, qarg'uni oldiga akilishni buyurdi. Qarg'u yaqin kelganda Hazrati Ayso uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. "Ey Rabbim, ko'zimning ochilishini talab qilaman", dedi qarg'u. "Ko'zlaring ochildi. Menga bog'lagan ishonching seni saqaytdi", dedi Hazrati Ayso uningga. Qarg'uning ko'zi shu an ochilib, Hazrati Aysoga agishib, yo'l bo'yi Xudoga shukr etib mangdi. Bu ishni ko'rgan xaloyiqmi Xudoni madhiyalab mangdi.